Lekin yosh maktab bolasi butun boshli siyosiy qarashlarga qarshi bitta bayroqni ko'tarib, ularni boyagi nokaut qilib qo'yganini hisobiga yana ham yaxshi ko'rishadi. Yamal Ispaniya milliy jamoasida o'ynayotganda boyagi musulmonlar bizdan emasmi degan baqirishdi. Kamsitish bo'ldi. Yamal unga yosh bola bo'lmasa, bu qanaqa javob bergan hayron qoldim. Boyagi chempionlik paradida Falastin bayrog'ini ko'tarib chiqdi-da. Juda kuchli javob bo'ldi bu. Va endi o'zi buni ham shundoq ham yaxshi ko'rishardi, lekin hozir bunga qo'shimcha yana 2 milliardlik musulmonlar armiyasi qo'shildi hozir Yamalga. Yamalni shu uchun ham yaxshi ko'rishadi. O'yini, boyagi chapaqayligi, gollari uchun alohida yaxshi ko'rishadi. Lekin yosh maktab bolasi butun boshli siyosiy qarashlarga qarshi bitta bayroqni ko'tarib, ularni boyagi nokaut qilib qo'yganini hisobiga yana ham yaxshi ko'rishadi va Ispaniyadagi boyagi 10-20 million muxlis mayli millatchi bo'lsa ham butun boshli o'zi musulmonlar armiyasi kim chempion bo'lsin desa agar Yamal chempion bo'lishini xohlashadi-da. Bitta o'zini boyagi tarbiyali, juda siyosiy jihatdan to'g'ri qarori bilan mana shunaqa Ispaniyaga katta yangi armiyani olib kelib oldi-da.